Assalomu alaykum qarindoshlarım. Hozir men bir qozoq qarindoshimizniki bu shu Xitoyga to'y qilgan qiz to'g'riliq o'ylaganlarni anglab chiqdim. To'g'ri chiqarmoqchi ham. Qur'onni ko'ydirib berdi Xitoy, o'ltadik. Qizlarimizni dafsana qildi, o'ltadik. Balalarimizni Xitoy ishkirga yo'tkavyotdi, o'ltadik. Yepiq tarbiyalash markazlarini har yerga ichib xalqimizni dafsanda qilyotdi, o'ltadik. Tomoshabin bo'ldik hozir. Biz xalqarалық tomoshabin. Nima desa dinga ulay olaymiz, ammo dinni hurmat qila oldikmi? Islomni hurmat qila oldikmi? Siz taqvo, siz deysiz, islomga qaytili. Islomga qanday qaytyapsiz? Millatimizningki aş ayollarni dafsanda qilganlarga o'zingizning qizini shuning o'rniga qo'yib yiqing. Men o'zimning qizimni shu o'rniga qo'yib baqdim. Men bo'lsam chidamaydi ekanman. Siz chidab o'tiryapsiz. Bahirlab qo'yyapsiz shu temalarni. Astig'i Xudoyim o'ngshab qo'yadi deb. Nayt chiroyli mazmunlarni yozib qo'yyapsiz. Uyg'onishim kerakmidi? Uyg'onaychi millatim. Men uyg'onay. Men qalayimqa narsa so'zlamay. Ovoz chiqarayotgan insonlarnikidan qusur izlamay. Mayli nimani aralashtirib desin, millat uchun ovoz chiqarayotgan har qanday qarindoshlarimdan suyunmay, yana uni deb, buni deb qusur izlab o'tiryapsiz. Biz o'ylanib baqayli. Qur'on degan bizning undaq muqaddas deydigan insonlarimiz xotirjam o'ltadik. Hali taqvolarimiz xotirjam o'ltadik. Men to'rda jiq odamlarni judim bugun. Men bilan yo'lim bir bo'lmasa, yo'qol dedim. Judim. Siz mening narslarimni bahirlamasınız, men siznikini bahirlamdim. Milletim uchun ovoz chiqargan insonnikini mening to'rimda qopqasi bo'ladi. Bu mening Facebook deganim mening uyim. Bütün cematim, milletimning oilasi, milletim uchun ovoz chiqargan ya. Shuning uchun mehnat qadamlarni men tozlashga boshladim. Jiq qarindoshlarim dedi. Bizni jüvetmem. Yo'q, sizni jüvetmeymen. Jüvet tegishli adamlarımni jüvetime. Men maymun uyuni serkümügini açmadım da. Serkümügidikilerni ko'rganda, uyunni ko'rganda teshida o'tirib, ko'rib, bu qarab yiqib, qilib qo'yganlarni jüvetdim. Mayli siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Davomli jüveme. Meningki sahifam millat da'vosi uchun aktiv qatnashmoqchi bo'lgan, millatning nolısini anglaydigan, hem nimish qilay hada, nimish qilay singlim deb ovoz chiqarmoqchi bo'lgan qarindoshlarımninki sahifasi. Keng quchug'im uchuq. Ammo undaq mehnat axlat chavalarni saqlab o'ltirib, ko'nglingizni ayab o'tiradigan adam yo'q. Men Uyg'urning da'vosi oldida men bir sarang. Uyg'ur da'vosi oldida men bir isyonkor. Yumbulaq tavizlar bilan chiqishamayman. Mayli sen kim bo'l? Buningdagi zuvan chiqirishqi bo'lma bir yerda ayrim hollarda gap qilma, javobim yo'q hech qaysinga.